Gulnora opa, hozirgi paytda ko'p eshitamiz, lazerga boryapman, lekin natija yo'q. Bunda master aybdormi yoki apparat? Apparat. Chunki hozir har xil apparatlar chiqib ketdi. Xitoydagi chiqib ketdi, Germaniyaniki, Amerikaniki chiqib ketdi. Uni bir marta protseduraga borib olmagunicha uni effektini bilmaysiz. O'shani hisobiga masalan ko'p klientlarimiz, ko'p ayol qizlarimiz aldanib qolyapti. Masalan, Germaniyanikiga borganingizda, Germaniya apparatiga, unda 98% bitta protsedurani o'zida to'kiladi. Tuklar 98%. Xitoynikiga borganingizda bitta ham tuklar to'kilmaydi. Buni ajratish yo'li, masalan, kimdirdir chaqadi deydi, kimdir og'riqli, kimdir umuman og'riqsiz protsedura deb hisoblaydi. Lekin ming afsuski, yaxshi apparat doim og'riqli protsedura hisoblangan. Ya'ni protsedurasi og'riqli hisoblangan yaxshi apparatlarniki. Aslabiy apparatlarniki doimo umuman og'riq sezmaysiz, borib yuraverasiz va pulingizni просто tak havoga sarflagan bo'lasiz. Agar sizga ma'lumotlarim qiziq bo'ladigan bo'lsa, daretimga plus belgisini qoldiring. Ha, aytgancha, dugonangizga jo'natib qo'yishni ham unutmang.